Hammaga salom do'stlar. DC studiosi Supergirl filmining ilk treylerini namoyish etdi. Ammo shaxsan mening fikrimcha treyler ta'sirli emas. Mendan xafa bo'lmang, agar treyler sizga yoqqan bo'lsa, siz uchun xursandman, lekin men unchalik mazza qilmadim. Ammo tan olaman, yaxshi jihatlari bor va shuni aytishim kerakki, treyler ko'plab detallarga boy. Menimcha hammani qiziqtirgan detal bu Lobo. Bu personajni bilmaydiganlar diqqatiga. Agar Joker va Peter Quillni aralashtirsak va Hulkning kuchini qo'shsak, Lobo hosil bo'ladi. Ya'ni o'ta kuchli va shafqatsiz kosmik yollanma qotil. Aytgancha, u Stanleyning DCdagi sevimli personajlardan bittasi. Treylerda u juda yaxshi ko'ringan. Aktyor Jason Momoa bu rolga chindan ham mos va ko'pchilik aynan shu sababli bu filmni kutayotgan bo'lsa ajab emas. Ammo sizni xafa qilishga majburman. Filmda Loboning roli unchalik katta bo'lmaydi. Filmning asosiy yo'zi esa mana bu nusxa. Uning ismi Krem, ismidan xuddi tortning ustiga quyib yeyiladigan narsaga o'xshaydi. Komikslarda Krem ancha boshqacha ko'rinishga ega edi, ammo filmda buni o'zgartirishgan. Umid qilamanki, uning asosiy qurolini ham o'zgartirishadi. Chunki komikslarda uning quroli oddiy kamon edi. Supergirlga qarshi kamon bilan jang qilishni tasavvur qiling. Bu bema'nilik bo'lgan bo'lardi. Nima bo'lganda ham komiksda Krem Super It Kryptoni jiddiy jarohatlagan. Bu sahnadan bilishimiz mumkinki, filmda ham Krypto jiddiy jarohat oladi. John Wick filmida ma'lumki, bosh qahramonning itini o'ldirish juda xavfli. Muxlislardan bittasi treylerda ko'rsatilgan kichkina qizcha kim ekanligi haqida so'raganda. Savol uchun rahmat. Bu qizchaning ismi Ruti Marie, qisqacha shunchaki Ruti. U hech qanday super qobiliyatga ega emas, ammo filmda katta rol o'ynaydi. Filmning bosh o'zi Krem Rutining otasini o'ldirgan va shu sababli Ruti undan qasos olmoqchi. Supergirl Krypto uchun qasos olishni istaydi. Shu sababli bu ikkisi birga ishlashadi. Treylerda menga yoqqan yana bir narsa Supergirlning yoshi. Filmda u 23 yoshda bo'ladi. Komiksda esa bu voqealar Supergirlning 21 yoshlik paytida bo'lib o'tgan. 21 yoshli qizning ichkilikka ruju qo'yishi juda yomon ko'rinadi. Shu sababli filmda uni hech bo'lmasa 2 yoshga qaratishgan. Aslida istalgan yoshda ham ichkilik yomon narsa, lekin 21 yosh qilishmaganiga ham rahmat. Supergirlda bunaqa yomon odat qayerdan paydo bo'lgan o'zi? Kimga tortdi bu qiz? Amakivachchasini ko'rgandek juda yaxshi yigit, faqat kiyinishda didi yo'q. Nega Superman bunchalik yaxshi yigit, Supergirl esa unaqa emas? Bunga sabab shuki, Supergirl ancha yomon ijtimoiy muhitda o'sgan. U Kryptonning qanday o'ran bo'lganini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Buni biz ham o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin. Treylerda ko'rsatilgan mana bu sahna Supermanning sayyorasi Krypton va shaxsan mening fikrimcha Zack Snyderning filmlarida Krypton qiziq ko'ringanda. Yana bilmadim. Har holda yangi Krypton bizga juda kam vaqtga ko'rsatildi. Balki filmning o'zida sayyora chiroyli ko'rsatilar. Nima bo'lganda ham sayyoraning so'nggi kunlarida Krypton aholisi shunchalik asabiy bo'lib qolishganki, bir-birlarini o'ldira boshlashgan. Bu esa Supergirlning tarbiyasiga qattiq ta'sir qilgan. Shu sababli u Supermanchalik yaxshi emas. Uning quloqchinlariga menimcha hamma e'tibor berdi. U Peter Quillning quloqchiniga juda o'xshaydi. Yana uning kiyimi va hatto fe'l atvori ham Quillga juda o'xshash. Mening ortimdan qaytarmoqchi. O'zi treylerda Galaktika qo'riqchilari filmini eslatuvchi detallar ko'p. Musiqa, hazillar, o'zga sayyoraliklarning ko'rinishi, bularning hammasi Galaktika qo'riqchilariga juda o'xshash. Aslida film rejissor James Gunn emas, lekin hammamiz sezib turibmizki, Gunn ham bu filmga o'z qo'lini tekkazgan. Aks holda bu Galaktika qo'riqchilariga bunchalik o'xshamagan bo'lardi. Bularning hammasi treylerning menga yoqqan tomonlari. Endi yoqmagan tomonini aytaman. Supergirl filmda kuchsizlangan holatda bo'ladi. Bilamizki, Kryptonliklar qizil quyosh ta'sirida kuchsizlashadi. Bu filmda Supergirl ko'pincha qizil quyoshli sayyoralarda bo'ladi. Lekin qizil quyoshdan ham yomon narsa bor. Bu yashil quyosh. Ha, shunaqasi ham bo'ladi. Yashil quyosh nafaqat Supergirlning kuchini kamaytiradi va balki o'ldirishi ham mumkin. Filmda ham shunday sayyora bo'ladiki, u yerda ikkita quyosh bo'ladi. Bittasi sariq, ikkinchisi yashil. Sariq quyosh botganida yashil quyosh chiqadi va Supergirlning kuchi kamayadi. Bu sahnada biz aynan o'sha sayyorani ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Komiksda ham shunaqa sayyora bo'lgan va Supergirl u yerda dinozavrlarga o'xshash maxluqlar bilan jang qilgan. Buning nimasi yomon deyishingiz mumkin. To'g'risi, men fantastik film ko'rganimda ko'proq jang sahnalariga va qahramonlarning noodatiy kuchiga qiziqaman. Bu filmda esa Supergirl ko'pincha kuchsizlashgan holatda bo'ladi. Albatta, bu filmning ta'sirli chiqishi uchun kerak va syujet men uchun ham muhim. Ta'sirli hikoyalar doim menga yoqqan, ammo jang sahnalariga ham e'tibor berishsa yaxshi bo'lardi. To'g'risi, agar menga faqat ta'sirli hikoya kerak bo'lganida, men Shawshank
Toshkentdan qochishni ko'rgan bo'lardim. Supergirl filmida esa men actionni ko'rishni istayman. Aytgandek, treylerning ko'plab plyuslari va ko'plab minuslari bor. Albatta film yaxshi chiqishiga umid qilamiz, ammo treyler shaxsan meni qoyil qoldirmadi. Agar sizga yana boshqa odamning fikri qiziq bo'lsa, Farzodkuy kanaliga o'tib treylerning boshqacha tahlilini ham ko'rishingiz mumkin. Bu videoda aytilmagan detallar Farzodkuy kanalida aytib o'tilgan. Men bu videoni ataylab shunaqa tuzdim. Ya'ni Farzodkuy aytmagan narsalarni men gapirdim. Lekin men uchun eng muhim fikr bu sizning fikringiz. Treyler sizga yoqdimi yoki yo'qmi? Kommentariyaga yozib keting. Yana James Gunn DC'ni qanday boshqarayotgani haqida ham yozib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Chunki shaxsan men bu odamni sal-pal yomon ko'ra boshladim. Chunki yangi DC'dan hali hech qaysi loyiha menga yoqmadi. Ehtimol Supergirl menga yoqadigan birinchi film bo'lishi mumkin. Shunga umid qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.